yaxshi keldilaringmi? Qaynanangdan ortib? Bilasiz-ku, bizani amallardik chiqib oldik. Bola bilan qiynalmayapsizmi, opajon? Yo'q, nega qiynalaman? Onaxon, siz yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Oyijon, hozir kelaman. Omina, kelganingdan beri telefon o'ynaysan. Oyijon, nima qiling, mamingizni sudrab olib kelganingizdan keyin kelinim deb. Buni olib yurmasam bo'lmaydi. Akang-ku menga o'tirishlarimga pul beradigan. Qanaqa olib kelmayman? Ovqat tanlab bitta yaxshi ovqatni. Hali ro'zada ham qiynalsang kerak. Kechasi bilan ovqat pishirib qaynanangga. O'zi eplasin qaynanang. Kirurma oshxonaga. Sanam kihatsan Ominaxon, hadi boshxonaga kirurmagin. Qo'yning aynimatdi deb kirib ketib paldiga. O'zingni urintirmagin. Opang urintirgani ham yetadi. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, oyi, bilamiz. Sizni qizingiz-ku. Birinchi kundancha qiyin bo'ldi. Mustimaxon, Labi oyijon. xamir ovqat qiling, somsa qiling, salat pishiruvlar qiling, stolmamni nakrivat qiling chiroyli qilib. Xo'p? Men ham toksikoz bo'lyapman. Meni ham mazam bo'lmayapti oshxonaga kirsam. Men ham birovni bolasimi, oyijon? Kecha qizlaringizga o'rgatyotdingiz-ku, o'zingni ayagin, oshxonaga kamroq kirgin deb. Men ham birovni bolasimi? Sizni keliningiz bo'lsam ham. Hozir meni mazam bo'lmayapti, birpas kirib dam olaman. Hamma ayb o'zimda ekan.